Assalomu alaykum. Okey. Bolalar bugun mana shu yaqinda chiqqan Traffic Me'dagi Relevant degan mashinani ishlab ko'ramiz va bu Windows typida va leveli mediumga to'g'ri kelar ekan, ya'ni yozilish bo'yicha. Lekin men buni bir marta ishlab ko'rdim. Buni ko'rinishidan bunaqa middle darajaga o'xshamaydi. Okey. Qiziq. Harakatda ishlab ko'ramiz. Tak, men birinchi IPsini oldim. Yani bitta biza user flag va root flag olishimiz kerak bo'ladi. Okey, avvalambor o'sha VPNga bilan olasizlar. Undan keyin ketdik, bizada sken natijamiz. Man ko'p vaqt olmasligi uchun oldindan sken qilib qo'ydim. Hop, bu yerda nima qilyapti? Deshay, ya'ni hamma narsani aggressive sken qil va deyishdi, timeout o'chirilyapti va bu yerdan IP berilyapti. Va bizani chiqqan natijamiz. Qaraydigan bo'lsak, Sacramento port ochiq, Microsoft IIS ochiq ishlab turibdi. Undan keyin bu yoqda apelsin yetib yoshli, undan keyin SMBlar, bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, 3389 RDP ishlab turibdi va bu yoqda boshqa servis yo'q hozircha. Okey. Nima qilamiz? Bu yoqda SMB ochiq ekan. Давайте kelinglar birinchi bo'lib Windowsda SMBga qiziqib ko'rar ekanmiz va bu yoqda boshqa usul ham bo'lishi mumkin. Uni ham ko'rib ketamiz bu yerda. Okey, kelinglar biz bu yerdan SMBdan foydalanib, SMB clientdan foydalangan holatda biza bu yoqdan IPsini berishimiz kerak bo'ladi. Tak. Biz IPsini kopiya qilamiz. Ichiga tashlasak va bu yoqdan nima qilamiz? List qilishimiz kerak bo'ladi buni. 5L bilan. Okey. Va bizga ichkarida nimalar borligini ko'rsatadi. Kalini parolni teraveramiz. Okey, share qilingan direktoriyalarni ko'rsak bo'ladi. Hop, mana. Va bizada bu borada 82 port ham ochiq edi. Buni Dirbuster yoki GoBuster fazinliga o'xshagan toollar orqali bu direktoriyni topib olishga ham mumkin bo'lardi. Ya'ni xullas bizada admin C va IPC degan direktoriyalarimiz ochiq turadi default formatda va bizga disk formatida ko'rsatiladi. Mana bunaqa holatda NT xullas works degan qanaqadir direktoriya ochiq ekan. Kelinglar shuni ichiga kirib ko'rishga harakat qilamiz primoy. Yokida shunchaki shu turgan joyimizdan biz nima qilamiz? Tak. Bu yoqdan bundoq qilishimiz kerak katta ehtimol bilan // bu yoqdan IPsini beramiz. IPsini olamiz va bu yoqdan buni qo'yib slash shunchaki o'ziga kirsa ham bo'ladi va bu yoqdan dash nima edi? Dash n bo'ladi katta ehtimol bilan bizada. Kelinglar direktning ichiga kiraversak bo'ladi. Okey, mayli. Demak, olamiz, kirdik. Slash qolib ketdi bu yoqda katta ehtimol bilan. Yep. What's the problem? Maybe buni ham qo'yishimiz kerakdir. Da. Va biza SMBni ichiga kirdik. Вот. Bu yoqdan help qilishimiz mumkin. Bu yoqda ishlatishimiz mumkin bo'lgan komandalar va bizga keldi. Bu yerdan ls qilib ko'ramiz yoki dir qilsak ham bo'ladi, chunki bu Windows tizimi. Hop, bu yerda passwords degan txt fayl bor ekan. Buni o'zimizga nima qilamiz? Birinchi olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun getdan foydalangan holatda buni o'zimizga olamiz. Tak. Va bu bizda muvaffaqiyatli saqlandi. Endi bu yerdan olamiz, chiqamiz va ls qilsak, misol uchun password list txt fayli shu turgan joyda bor. Faqat buni kelib bundoq qilsak, mana fayl formatda kelgan. Endi kelib buni o'qiymiz passwordni va bizga buni ichida user password encode degan formatda bizga hop username va parollar berilgan. Keldi buni base64 da ko'rinib turibdi enkodlangani. Buni dekod qilishimiz kerak. Mana echo va bu yoqdan o'zimizni tekstni beramiz va bu yoqdan base64 ya'ni DHT dekod qil degan formatda beraversak, enter qilamiz va bizga Bob username va passwordini ko'rishimiz mumkin. Endi keling ikkinchisini ham ko'ramiz shu joyda ketma-ket. Hop, echo ya'ni print qil, ekranga mana shuni chiqar va buni base64 formatda dekod qil buni ham xuddi o'sha tartibda. Okey, enter qilsak, build degan username va uni parolni ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu bilan nima qilsak bo'ladi?
Albatta bizni netexec'ga ishlatgan holatda kelibini bizni bu joydan ishlatamiz. Netexec netexec bu joydan ishlatamiz. Biza shu username va parollarni bitta listga qo'yib olganimiz yaxshi. Nimayli, oddiysini ko'ramiz. NXC bu yoqdan SMB man oldindan yozib qo'yganim nima qilyapti bitta SMB protokoldan foydalangan holatda bu yoqda IP berilyapti. Dashu Bob va paroli mana shu parol. Va shares ya'ni share bizga kerak emas kelinglar. Bu joydan nimasi IP'sini to'g'irlashimiz kerak biza. IP'si mana shu bo'ladi. Ha, IP'sini o'chiramiz. tekshirsak, ya'ni agar bizada passwordda powner deb chiqsa, ya'ni bu biza bu bilan kira olamiz SMB'ga yoki Winaremga va hokazo shuni tekshirib beradi. Keldi buni Winaremga prямой tekshirib olsak ham bo'lardi. Tazgini qotyapti. Hop. Va username password to'g'ri topgan ekanmiz biza. Faqat keldi shuni Winaremga tekshiramiz. Winarem, ya'ni Winarem protokoli bizada ochiq ko'p. Uzr. Uzr. Bu yoqda Winarem xizmati yo'q. Bu bizda 80 ochiq. Demak, biza bu joyda boshqacha algoritm tuzishimiz kerak. Ya'ni bu IP'ni olamiz, webdan ochib ko'radigan bo'lsak buni. Nima bor bu yerda? Boya aytganimizdek, bu joyda Microsoft Windows IIS, ya'ni HTTP yoki xuddi Apache bo'ladi-ku Linux tizimlarida. Xuddi o'shanga o'xshagan web xizmati ishlab turibdi va buni biza IIS servisi deymiz. Xo'p, endi kelib biza mana shu joydan nimadir qidirib ko'rishimiz kerak va bizada nima directory topgan edik. Mana bu directoryni topgan edik. Tak. Keling, mana shu directoryni biza webdan ochib ko'rishga harakat qilamiz. Agar iloji yo'q bo'lsa, bitta usuli bor. Uni qilib ko'rsak bo'ladi. Va bizda not found. Kelinglar biz aynan shu joyda bu directoryni ochishimiz uchun qanaqadir bitta portda ishlab turgan bo'lishi ham mumkin katta ehtimol bilan. Va o'sha portini mana bu yonidan keladigan portini biza oldindan topib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qaradik. Bu yoqdan kelib birinchi qiladigan ishimiz hop. Bu yoqdan birinchi qiladigan ishimiz imib va bu yoqdan tak minich portdan boshlasak ham bo'ladi. Tak, nima qilamiz? Misol uchun nechigacha tekshirildi bizada? Misol deylik, o'zi default formatda 5000 ta portni 10 mingta portni ichini tekshiradi. Biz aytamizki, shunchaki 1000 dan boshlab 50 minginchi portgacha tekshir. Ya'ni portlarning soni o'zi nechta edi? 65535 edi, to'g'rimi? Ana o'sha portlarning ichida aynan mana shundan mana shungacha bo'lgan portlarni tekshir. Specific mount port option berilyapti. Va DHT4 ya'ni timeout ochir. Va bizda IP'miz biroz boshqacha. IP'mizni bu yerdan copy qilsak, kelamiz. Tak, IP'ni o'zgartiramiz. Va skenni boshlasak, bu bizga aynan mana shu 50 mingchi port ichidagi ochiq portlarni chiqarib beradi va bizda bitta portimiz success bo'ladi, ya'ni 3 ta port chiqarib berish kerak katta ehtimol bilan. Uning ichida bitta porti bizga aynan webdan mana shu directoryni ochib berishda ishlatiladigan port hisoblanadi. Va biz aynan shu joyga keyin qanaqadir bitta fayl qo'yish orqali shell olishimiz ham mumkin bo'ladi. Okey. Основной bu laboratoriyada logika ishlatilgan ekan. Qanaqadir ketma-ketlik emas, logikaga asosan biz bu joyga kirganimizda ham bunaqa opsiyalarimiz bor. Put degan opsiyalarimiz bor fayl qo'yish uchun. Bilamizki, shunchaki ularga so'rab yuborganmiz, keyin oxirlar okey. Ko'rib turaylik. Men buni sal vaqtini o'tkazib olsam. Ozgina vaqt tezlashtirdim. Sizlarda xullas shu natijalar chiqishi kerak bo'ladi. Aynan mana bu nima skriptlarni yozganlardan keyin natija shunaqa chiqadi sizlarda ham. Hop, bizda bo'ladi 32 49 60
49, 66, 3 yokida 49, 666 va 3-chi 67 porti ham chiqishi kerak sizlarda bilmadim. Okey, bizada bo'ladi mana bunda 49, 663 portdan foydalangan holatda mana bu yerda open beryapti. Bu portiga biza webdan kirib ko'rish orqali bu yoqdagi SMBni ichiga ham kirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni ichiga qo'yadigan bo'lsak, ikki nuqta bilan вот biza IIS ochdik va bu joydan o'zimizga kerak bo'ladigan mana bu portini nima deydi pejini beradigan bo'lsak, tak bizga kelib turib pejini beradigan bo'lsak yonidan biza o'sha pej ichiga kirdik. Ya'ni bu joy ochiq. Bu joyga ochiq berdi va biz buni shunchaki curl komandasidan foydalangan holatda dash i bilan tekshirib ko'radigan bo'lsak ham, agar bizga 200 status qaytgan bo'lsa, biza bemalol bu joyda nimadir kirib yoki nimadir faylni yuklab, uni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Keling, biza aynan shu joyda nima qilamiz? Portni topdik. Keyin qilgan ishimiz payload yasaymiz. Payload. MS Venom bilan tayyor yasab qo'yamiz. Keling, mana shu sintaksdan foydalangan holatda oddiy tushuntirib ketishga harakat qilaman. MS Venom PHP ya'ni payload yasaymiz. Windows x64 MeterPreter shell orqali reverse TCP. Biza reverse TCP bu yerda bo'lyaptiki, ya'ni ya'ni targetdan shellni bizga olib kelib berishni tushunsak bo'ladi. Va localhost qat'iy kelishi kerakligi va bu mana localhost'dagi IP bo'ladi. Bu IP'miz 274, 247 oxiri. Adashmasam shu to'g'ri turibdi. Portimiz 4 bo'lsin. Keldi 4 emas, shu siyqasi chiqib ketdi buni. 677 qo'yamiz. 677 ga kelsin va bu formati ASPX da bo'lsin va nomi misol uchun shell bo'lsin. shell.aspx output sifatida shell.aspx formatda buni yasashimiz kerak bo'ladi. Okey. Bu yasaldi. Davайте shell deb turib tekshiradigan bo'lsak, bu keldi. Shu turgan joyimizda thm papkasini folderning ichida. Nima qilamiz? Qaytadan SMB ga kiramiz va biza bu yerdan SMB mana shu folder ichini beradigan bo'lsak, bu joydan ichiga kirdik va bu yerga put qilib turib o'zimizni nima edi shell.aspx faylini bera oladigan bo'lsak, aynan shu folder ichidan va bizda folderimiz muvaffaqiyatli yuklandi. Exit qilib turib bitta chiqamiz. shell qilib turib misol uchun tekshiradigan bo'lsam ham nima edi shell.x mi mana shu turgan joyimdan man bu smb client bilan bu joyga men yuklab oldim. Okey, endi biza bu joydan nima qilsak bo'ladi? Uni ishga tushirsak bo'ladi. Bu yoqdan aspx o'sha shell.aspx faylni beraverib yokida shunchaki curl bilan keldi mana bu joydan zamonaviyroq o'zimiz aqlliroq usul qilib turib hamdan curl bilan -i bo'lmaydi. Faqat endi bizda bu yoqda shunchaki so'rov shaklida ketadi. Mana shu IP ga, mana shu portiga, mana shu directory ichidagi shell.aspx ga so'rov jo'natamiz. Faqat u so'rov jo'natayotgan vaqtda nima qiladi? Bizaga mana bu lokal hostimizga, lokal portimizga uni shellni olib kelib beradi. Buning uchun nima qilamiz? Netcat -lvp va bu joydan 3377 portini yoqib qo'ysak va bizaga bu shell kelishi kerak bo'ladi. Enter qilsak, keldi va bu yoqqa o'tsak, okey. Connection keldi. Diyor qilsak, sorry guys. Men buni qilib qo'yaman. Bir daqiqa. Biz bu joydan klub so'rovga jo'natamiz. Faqat bu yoqdan nima qilishimiz kerak? MSF konsol orqali MSF bir daqiqa.
Okey, biza kirib olganimizdan keyin yerda bu joydan foydalanamiz. Exploit bu yerdan multi handle'lardan foydalan va buni ichidan set qil payloadni nima bo'lsin? Windows boyga tanlagan narsamizni qilishimiz kerak. Windows oh, Windows x64 keyin nima edi? Meterpreter buni ichidan reverse TCP payloadni tanlagan holatda enter va payloadimiz tanlandi. Set qilamiz lhost, ya'ni lokal hostimizni bu yerda tunnel 0 berib qo'yadigan bo'lsam, bu avtomatik mana IP'ni oladi. Mana bu tunnel 0ni, tunnel 0ni oladi avtomatik IP'ni. Undan keyin biza nima qilishimiz kerak? Set l port. Ya'ni portimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Chunki biza meterpreter orqali shellga borayotganimizda u meterpreterdan tingni olish kerak. O'shaning uchun biz aynan MSF konsoldan foydalanamiz bu joyda. Okey, set qildik va buni options deb turib ham tekshirib olsanglar bo'ladi. Keyin mana shu qaytadan ko'rib olamiz. Mana tunnel 0 localhostimiz ko'rsatilgan. Ko'ramiz mana specific interface yokida IP adres berishimiz kerak bo'lgan. Xo'p. IP kelsin va bu yerdan shunchaki bu listenerimiz yonadi. Started TCP handler va mana shu host va portda tenglashni boshladi va bizani so'rovimiz ham ketdi va biz bu yerga qarab turib tinglovchiga qarasak sending staged shuncha baytda va mana shu IPga qarab tursak bizga meterpreter shell ochilishi kerak. Bizaga ochildi va bu yerdan ko'rsak ham manimcha hamma biladi buni nima qanaqa optionlar borligini. Shunchaki biz bu joydan shellni olamiz va shell orqali biz cmdni ochishimiz mumkin bo'ladi. Va cmdga biza Windows System 32 inet srv degan folder ichida turganimizni ko'rsak bo'ladi. Nima qilamiz? cd primoy users folderiga kirib olamiz va bu joydan dir qilsak biza tizimga qanaqa ega? Bir daqiqa, c users. Okey, bu yerdan dir qilsak tizimda qanaqa userlar borligini ko'ra olsak bo'ladi. Administrator va Bob bor ekan. cd Bob va desktop. Bu joydan dir qilsak bizda nimamiz bor? user.txt buni type qilib turib o'zinglar o'qib olasizlar. Sababi o'zinglarga ham kerak, foydali bo'ladi. Biz user flag oldik. Keyingisi administrator bo'lishimiz kerak. Administratorga o'tish uchun albatta huquqlar kerak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Who am I/all. Ya'ni birinchi bo'lib permissionlarga to'xtalamiz. Biz kimmiz? Hozirgi holatda IIS userimiz, ya'ni web user deb tushunsak ham bo'ladi buni. Windows tizimlarida. Okey, privilege'larga qaraydigan bo'lsak, hammaga mashhur bo'lgan o'sha bu yerda impersonate privilege bor ekan. Bu yerda autentikatsiya qilib, xullas tizimga kirganimizdan keyin biza turli o'sha Sigma Potato yokida Principal degan toolga o'xshash toollarni ishlatgan holatda biz administrator darajasiga ko'tarilsak bo'ladi. Nima qilamiz? Sigma Potato bu yerda ishlata olmaysizlar, chunki men bu yerda ishlatib ko'rdim. Vaqt olmagan holatda Primoy Principal yuklab ketaveramiz. Okey, biza o'zi Sigma Potato kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki Sigma Potato deb qidirsanglar chiqadi. GitHubdan release qismiga o'tsanglar Sigma Potato exe-ni yuklab olib qo'yib olsanglar bo'ladi. Keyin biz mana bu joydan Principal yuklab oladigan bo'lsak, shunchaki Principal deb yoziladi. Birinchi chiqqan GitHub repositoriyadan release qismiga o'tsanglar Principal 64 bor va men buni allaqachon yuklab bo'ldim tizimga. Hech bo'lmasa shu yerda bo'lishi kerak. Yo'q. Dedi u bizda tools folderimizda bo'lishi kerak. Tools folderi. Tools. Bizda deshell print swoofer 64 va bizda bu joyda bor. Nima qilamiz? Python server yoqamiz, -mhtp server va biz bu yerdan
IP'mizni olsak, IP'mizni olsak va bu yerga desktopiga shu folderni, ya'ni mana bu dasturni yuklashimiz kerak bo'ladi o'zimizga. Va men buni wget bilan yuklab oldim. Xohlasanglar yana bitta ko'rsataman. Nima qilamiz? Rm qilib turing, buni bir daqiqa. Principal o'chiramiz. Wget va bu yoqdan Principal 64 bitlisini bundan o'ng tarafga bosib copy link va bu joydan shunchaga tashlaysizlar. Enter qilsanglar sizlarga o'sha yuklab beradi bu narsani. Okay, keyin buni oho, hop bizda yuklanib bo'ldi. Endi biza buni Python server yopish orqali o'zimizga, ya'ni Windows tizimimizga yuklab qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Nima qilaman? Hozir men holatda cmd da turibman. Bu joyda men PowerShell deb turib PowerShellga o'tib olishim kerak. Yana ham qulayroq va ko'proq komandalar ishlata olaman ana o'shanda. Okay, men PowerShellga kirdim. Endi men desktopga nima yuklayman? Bu yerga Principal qo'yishim kerak. Xullas, curldan foydalangan holatda dash output sifatida bizga nima kelsin? Bu joyga Principal kelsin. Principal nomini olaman, bu yerga qo'yaman va qayoqdan kelsin? HTTP mana IP'im bo'ladi. IP'im bo'ladi. Mana bu IP. Shu IP'dan kelsin. Webda ishlab turgan. Buni 8000-portidan men tortib olishim kerak. Nomi nima bo'lsin? Principal 64 degan faylni olishim kerak bo'ladi. Okay, enter qilsam, bu menga 200 status bilan muvaffaqiyatli saqlandi va bu joydan delete qilsam, menda user.exe bor va Principal bor. Principal ishga tushirishdan oldin nuqta slash Principal bersam va bu menga help menyusini ko'rishing uchun execute qil deydi va men nuqta slash berib turib, nuqta teskari slash berib turib dash bu joydan, короче, biza primoy adminga o'tmoqchimiz va bizga nima kerak bo'ladi? Shu holatda shunchaki biza Principal bilan, ya'ni dash I sifatida specific nima bersak bo'ladi. Misol uchun dash C ishga tushirib, misol dastur berishimiz, boshqa komanda berishimiz mumkin. Kelishib ketib, misol uchun who am I desak, bizga chiqayotgan natijani ko'rsak bo'ladi. Empty authority system, ya'ni biza bu Principal'dan foydalangan holatda shunchaki komanda bajarsak, admin nomidan, ya'ni empty authority system nomidan ishga tushib berar ekan. Kelinglar biza qaytadan shuni ishlatgan holatda cmd ni ochib olishga harakat qilamiz yoki PowerShell umuman farqi yo'q. cmd misol uchun ochamiz. Biza tizimda who am I deydigan bo'lsak, who am I desak, biza tizimda empty authority system bo'ldik. Va nima qilamiz? cd yoki type hokazo c folder ichidagi, users ichidagi, administrator ichidagi desktopga o'tadigan bo'lsak, bersak bu joydan bizda root.txt bor. Buni ham type qilib turib root.txt ni qo'yasizlar. Sorry, root.txt. Mana shunaqa qilib turib sizlar ham root directoryni olsanglar bo'ladi. Shu video shundan iborat. Ajoyib mashina. User ham, root ham logichni. Sana bir-biriga bog'langan holda emas. Alohida enumeration qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni kreativ o'ylashga harakat qilishingiz kerak. Kerak, misol bu yerda SMBdan topilib ketyapti va lekin biza shellda umuman boshqa joydan, ya'ni webdan olyapmiz. Qiziq juda ham username password berilgani bilan. Shu biza bu yerdan shunchaki adminni yoki user passwordni o'zgartirib turib, RDP orqali ham bog'lanib olsak bo'ladi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.